Siz sinodim. Mopuluz oppas. Ya yo'q aka, men adushi qilgan ehsonimni adushi beraman, qayta olmayman aka. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Ishlaringiz bo'lyaptimi aka? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Taksi zakaz qilib? Ha, men zakaz qildim. Nima aka? Men adresingiz yo'q ekan aka, ikkinchi adres. Yo'q, adres chet emas. Men aka shopirman-da o'zim ham. Boshqa ish tushib qoldi, yordamimiz kerak aka. Mayli aka, nima yordamimiz aka? Musofirmisiz aka, mashina bu yerda emas? Ha, men aka Samaraga ish bilan kelgan edim. Men Peterga qaytib ketishim kerak edi. Shuni bir-ikki ishlar bo'lib qoldi aka, jina benzinga muammo bo'lyapti. Aka, bizdan nima xizmat? Shu benzinga jina yordam qilsangiz, xudo olsa yetib olsam, karta nomer. Nega javob? Ya biz musulmonmiz aka, bir-birimizga yordam beramiz-da. Sharoit bormi? Gaz bormi aka yo benzinmi mashinasi? Yordam beramizda. Bir-birimizga musofirmiz aka. Aka, men 2000 dan oling. Benzin quyib olasiz. Yetadi aka? Ha, yetadi, bo'ldi, rahmat. Qoni ham oling aka, ishlatasiz. Bo'ldi, rahmat aka. Yordamim tegsa o'xshaman aka. Ram qayerdansiz aka? Qayerdan? Jallovatdanmi? Sizmisiz kim? Ahlidan Alloh rozi bo'lsin. Sabab ish bilan ketyapman, o'zim rostdan ketyapman. Meni boshimga tushgan narsa bo'ladi. Bo'ladi aka, musofichilikda bo'ladi. Bir-birimizga yordam beramiz aka, mashina qilib. Siz hozir taksidamisiz? Taksidaman aka. Ish yaxshimi? Xudoga shukr, rizqimiz to'layapti bu yerda. Endi boshqa xizmat bo'lsa ayting. yo'q, xizmat yo'q, rahmat. Yetib ola olasizmi aka shu bilan? Hozir yetib olaman, xudo olasa. Men o'ylab bir duo qilib bersa aka, bo'ldi, menga boshqa narsa kerak. Ya bo'ldi, xudo olsa nomeringizni bersangiz qaytarib yuboraman, xudo olsa. Yo'q, pul kerak emas, menga duo qiling aka, yetadi. Bo'ldi, Alloh rozi bo'lsin, rahmat ha. Xo'p aka, mayli, sog' bo'ling. Ismingiz kim dedingiz? Ahlidan aka. Ahlidan? Aka, Allohga Rahmat. Men siz sinodim. Mopuluz oppas. Ya yo'q aka, men adushi berdim. Yo'q, menda bor, prosta hazlash bir video qilay dedim. Adushi berdim aka. Rostdan. Adushi berdim. Yo, siz tushun. Qilgan ehsonimni adushi beraman, qayta olmayman aka. Ehson qildim. Yo'q, men Siz video qildingizmi? Mashinangizga benzin quyasizmi? Men ko'nglimdan chiqarib. yo'q, bunday qilaylik bo'pti. Eksonga zariqqanga berish kerak. Menda bor. Sabab prosta video qildim mana. Rahmat ha. Bo'ldi aka. Endi bir piyola choy ichaylik, yuring uka. Rahmat aka. Zakaz atmay qilib qolsa, Bo'ldi, rahmat ha. sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Bo'pti. Videoni qilishimdan maqsad yaxshi odamlar ham ko'p. Musofirchilikda albatta musofirlar bir-biriga yordam beradi. Akalar, videolarimiz yoqqan bo'lsa, like bosib, kanalga obuna bo'linglar. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr. Albatta bu video ibrat uchun.